kanalimga salom do'stlar, sizlar bilan Artijon. Bugun Minecraftda tosh ferma quramiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdi. Bizga kerakli narsalar. Sandiq 8 ta bo'lishi kerak. Tosh fermani men mana shu yerdan quraman. Shuni maydalab olay hozirchalik. Qo'yish maydalab olamiz-da-yu. Bu shart emas, men bu yerni tekislash uchun qilyapman. Xo'sh, bizga kerakli narsa tosh. Birinchilikda keyin sandiq. Asosiy inventoriga olib olamiz-da, mana shu yerdan qurishni boshlaymiz. Xo'sh, sandiqni mana shunday qilib qo'yib chiqamiz. Shunday qilib. Mana shunday qilib qo'yib chiqamiz. Keyin esa ketidan mana 14 ta huvni o'rnatib chiqamiz. Mana joy qo'yish kerak, shunday qo'ymaymiz, o'sha sandiqni ko'rib narsalarni olish uchun. Xo'sh, mana bu yerda ham qo'yamiz. Qo'yishmaslik kerak. Qilib bitta uni qilib chiqasizlar mana. Shu turadi. Keyin bizga barg kerak. Hozir barg olib kelay. Keldi. Endi esa suvni ko'paytirish uchun mana ikkita joyni o'chasizlar. Bu yoqqa suv qo'yasizlar. Bu yoqqa qo'yasizlar. Tekis suv paydo bo'ladi. Keyin esa bunday qilib voronkadan ustidan tosh qo'yib chiqasizlar. Burab chiqasizlar, mana shunday ko'rasiz. Shunday burab bitta ketdi. Keyin esa barglarni olasizlar-yu. Mana burchakka bitta bu yoqqa. Bitta burchakka keyin o'rtasiga qo'yasizlar. O'rtasiga qo'yib chiqqandan keyin mana burchaklarga ham qo'yib chiqish esdan chiqmasin. Bo'lsa ishlamaydi tosh ferma. Xo'sh, mana shu yerga, mana bu yerga qo'yamiz. Keyin bularni suv bilan to'ldirib chiqamiz mana shunday qilib. Xo'sh, mana barg endi kerak yo'q. Buni qo'yib chiqamiz. Buni olaylik. Bir xato qo'yib. Bir chiqasizlar. Shunday qilib. Qo'yib bo'lgandan keyin mana bu toshlarni sindirib tashlaysizlar. Sindirib tashlaysizlar. Mana shu turish kerak konstruksiya. Ko'rish lozim buni. Shunday qilib ko'tarish kerak, keyin sandiqlarga qo'yishlar mumkin. Bo'ladi. Keyin esa mana lavani olamiz. Qo'yamiz o'rtaga. Toshni sindirmaymiz ham, tepa o'rtadagi tosh. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Toshlar paydo bo'lyapti. Keyin esa mana bu tarafdan mana o'z ko'rsaman. Nor tarafga qarab turgan joydan 8 blok tepaga chiqamiz. 1 2 Bularni so'l olay hozir. 1 2 3 Bo'ldi. 5 oldi. 8 ta chiqamiz. Keyin 2 blok chiqamiz. 1 2 blok qo'yamiz-yu. Mana yo'q o'chamiz. Birga quramiz. Tashlaymiz. Sinab qo'yani mana bu tepaga qarab turadi. Yot qo'ygan ko'chlarni bilan yotib qolgan holatda sinab qo'yadi. Keyin esa mana bu yerda mana bu tarafdan ko'chlar bilan suv olgan tarafdan mashina to'g'riga hozir aytaman. 5 tarafga qarab bir blok yuramiz hozir. Qo'shni olamiz-da-yu.
yuramiz. Mana 1 2 3 4 ta yuramiz. 4 yurgandan keyin bu tarafga 1 2 yuramiz 2 ta. Yo'q, 2 ta emas, 3 ta ekan. Adashib ketdim. Shuni yurib chiqamiz. Shuni keyin men bu yerga ham bitta ko'proq qurboni adashib ketdim. Mana sindirib tashlagimiz do'stlar, mana 2 ta qator bo'lishi kerak. Mana shuni 2 ta qator turishi kerak. Shuni 2 ta qator turishi kerak. Ularni ham sindirib tashlash kerak, adashib ketdim. Shularni ham sindirib tashlaymiz. Mana orqadan yana 2 ta qo'yamiz. Mana shuni turishi kerak edi. Turishlari mumkin. Keyin esa mana bunaqa darchani olasizlar, mana bunaqa darcha. Mana bu yerga qo'yasizlar, ochasizlar. Keyin mana bu yerga suv qo'yasizlar. Suvni surilib turishi kerak. Shu olaman. Lavan o'tiraman hozircha deb. Mana lavani qaytib qo'yaman. Qo'yishni sindirib tushib ketish kerak. Shu tushmasalaringiz ishlamayotgan bo'ladi. Tushayotgan bo'lsalaringiz ishlayotgan bo'ladi. Qo'yish chiqib oldim mana. Keyin esa mana bunaqa porshinlarni itargichlarni mana ularga mana buni 2 tarafga qo'yasizlar. Mana bu tarafga xato qo'ygan blok qo'yish kerak. Bu blok qo'yish esdan chiqmasin. Blok qo'yasizlar-yu, mana bu yerga qo'yaverasizlar. Keyin esa mana TNTni olasizlar. Keyin mana bunaqa basharacha bor. 100 cha mana. Shuni olasizlar, keyin buni mana tarafga qarab turish kerak. Mana bu tarafga qarab turish kerak. O'zlariz tarafga emas. Shuni qo'yasizlar-yu, mana TNTni bu yoqqa qo'yasizlar. Keyin esa mana bu yerga blok. Keyin mana bu yerga blok qo'yasizlar. Keyin mana bu yerga bir blok mana bu yerdan chiqib, keyin mana bir blok chiqamizda, shu o'rab chiqamiz. Chiqib olamiz. Xato qo'yaverdim. Chiqib olamiz. Qo'yish mana shunday qo'yasizlar-yu. Keyin esa bunga yarimtalik blok bor, silab o'shani qo'yaverasizlar-yu. Keyin suv to'lasizlar mana. O'sha bilish kerak. Keyin blok bu yerga qo'yasizlar. O'sha bilish kerak mana. Shu ustiga blok qo'yasizlar-yu. Redstone olib, mana shu yerdan qo'yib, mana shu o'rnidan shu oxirigacha qo'yib chiqasizlar. Keyin esa mana shu yerga bir blok chiqib qo'yasizlar, shuni bir blokni shu yerdan. Basharachani, darchani tepadagi blokdan bir blok chiqasizlar, shuni chiqasizlar. Keyin mana burchakka bir blok qo'yasizlar-yu. Mana 1 2 blok chiqasizlar. Chiqqanlaringizdan keyin bitta dastak qo'yasizlar. Dastak qo'ygandan keyin mana buni birta qo'yasizlar. Buni qo'yaverasizlar. Buni yo'qasizlar dastakni. Shu turishi kerak. Bu mana bu tarafga qarab turishi kerak. Yo, maksimalni qo'ymaysizlar, bir tegmaysizlar. Bu mana devor tarafga qarab turishi kerak mana. Shu tarafga qarab turishi kerak. Mana shunday. Bunisi bu tarafga qarab turishi kerak. Oldindagisi ham shu tarafga qarab turishi kerak. Bu ham mana bu taraf old to'g'risidagi ham shunday qarab turishi kerak. Aylangandan keyin turishi kerak. Bular maksimum qo'yasizlar, mana. Bular maksimum qo'yasizlar. Mana shu maksimum 4 tadan maksimum qo'yasizlar. Buni bir marta bosib qo'yasizlar, tamom. Boshqa kerak yo'q. Keyin bitta narsa qolib ketdi do'stlar. Mana redstone torch olasizlar-yu. Mana bu yerga qo'yaverasizlar mana. Bu yerga qo'yasizlar. Keyin esa blok chiqasizlar mana bu blok bilan chiqasizlar mana. Porshini to'g'risiga mana bu yerga mana. Bo'sh joy bor. O'sha yerga mana bunday qilib qo'yaverasizlar, tamom. Basharachani shunga qarab turish kerak. Keyin esa mana buni ko'rsataman. Hozir mana buni olasizlar-yu. Keyin bu yerga redstone qo'yaverasizlar, tamom. Tegmaysizlar. Shuni bilan sindirib tashlaysizlar. Tamom. Hech narsa yo'q. Keyin mana shu yerdan ko'rsataman. Shu bo'lay.
Sindiramiz. Mana blokdan olib tashlaysizlar. Qo'l. Blokdan olib tashlaysizlar. Shu tane blok. Mana shu blok polni olib tashlaysizlar. Bo'lmasa ishlamaydi. Mana polni olib tashlaysizlar. Mana shu tarafdan to'g'ri. Shu tarafdan ko'rsatganman mana. Hozir mana buni narsani olasizlar-yu. Qol. Sindirsizlar-yu. Bu tarafga qo'yasizlar mana. Bu tarafga. Yetdimi yo yetmadi. Qo'lish kerak sizlarga. Keyin esa yo'qasizlar va qochasizlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Tosh ferma ishlayapti. Bu tosh fermadan hech qayerga ketmasligi kerak, bo'lmasa buziladi bu tosh ferma. Keyin bu yerga afrikalik jo'rtamiz. Bu 5 minut ichida 2 mingta tosh olib keladi. Va har bitta reaksiyaga ishlaydi mana. Sizlar bilan artgan bo'ldi. O'zgaramiz. 5 minut ichida tosh olib keladi. Verma ishlashmaydi. Tintelar pastga tushyapti. Mana boshim ishlayapti. 5 minut kutamiz. Videoni tezlashtiraman.